Birinci keriş gitti. İkinci ana gitti kerişte. Malades. Assalomu alaykum. Uy proyektimiz xudo xolasa zo'r yerine geldi. Yine ko'rsatib bersam bo'ladi. Karuslar ham yuklanib turibdi. Karuslarning sifatlisini ko'rib olib turibmiz. Rahmat. Shu karus zavoddan rahmat. Karus zavodda bizdan boshqa yana karuslar bor ekan. Bizlarga bir 45 ming karus kerak. Bu yerda lekin bir 70-80 ming dana karus bor. Hali yine bu nelerni hisobga olmaganda, plan hisobga olinmaydi. Demak, birinchi qator olmaymiz dedik faqat. Evet, videodan başlayalım. Şimdi qator olinmaydi. Qator olinadi, bo'linmaydi. Shunday qog'ozdan bir 70 ming karus bor ekan. Odamni o'zimdan 100 ming karus bor o'sha yerda, bilib turganda. Eng qizig'i ayollarni ko'rsak. Xudo xolasa, her soat yana bir 10 kunlara issiq kelsa ishlab boshlaydigan toza karuslar ham chiqargan. Bu karus soatdan zakaz beraversangizlar bo'ladi. Bizlarimizni 4 kundan bir hafta kelib ishlab turgan ekan. Tağını uçuratmaydı, adam uçuratadi deganlik sababchi bo'lib o'sha yerda tuproq qiladi uçuratdik. Alman ham gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bizlarni yordamlarini ular qilib beryaptilar. Gap yo'q. Hammaga rahmat ishi. Bizlarni loyihamizda qatnashtirgan. Albatta Xalq Ko'rsin kanaliga, 12 YouTube kanaliga, 4 571 kanallarında, Postonuz kanallarında, bize YouTube kanallarında görüntülerden sonra bu videoları Instagram'dan çıkarırız. Bu Türk'den bir kamada 5 bin kere çıkarken az birinci reisimiz var. Bu kalada 45 bin kere yapılarla tutmuş. Açık tuttular ondan ziyade bilen tasarruf veremez, sınıkı hesaplama. Resmi ziyade tasarruf veremez. Şimdi de açık tuttular. Gap oluşum mümkün emez, bakanlara resmi. Arkadaşlar yan sene götürürse bir şey karıştıran var. Bazı beklenip tuttu. İnşallah bir şey karışsa uzun tayardıydı. Pişken karışan zakazata versenizler boladı şöyle. Ondan tavuk mesela karış gerek olsa şu yakın teritoriyada elbette uzağa olsam dastak kılıp verir. Dastakçına bana özel işletler yapılıyor. Ondan hiç muamma yok. Dastakçısan başkasının içinde oturttu. Gençsiz olsun elbette küçük birlikte hemen yaratma videomuz devam eder. Cayam geldik. Xudo xolasa. Keçagi videolarda gördüğünüzde yine Kingre 5 joylaram o'rnatildi. Ondan tashqari yine fundament 100% bitti. Fundament bitti. Yani yine havamız yaxshi bo'lib tursa, qurilish ham boshlab ketaveradi. Yine bir katımız yashashxonasi bo'ladi. Bir de sanuzel, bani bo'ladi. Menimcha ya bu ikisinden bir saçkana bo'ladi. Endi o'zi planına göre kim nesi iş veradi. Bir yerimiz oturadigan ayvon bo'ladi. Bu ayvonimiz hem dese birden proxod bo'ladi. Bir tarafa chiqish, bir tarafa chiqish. Shunda uzinasına 2 eshik qo'yiladi. Menimcha plan bo'yicha men o'zim endi planni deb tushunib turibman. Birdan 2 eshikdan girishab bo'lsa kerak. Bu ikisi ham yana yashashxonasi, har bir bolalar dini xona gap bo'lishi mumkin emas. Bir xona, 2 xona birdan me'morlar o'tirsa, birdan bir yashashxonasi bor, birdan oshxona bo'lsa, ne deydi? Zakonniy proyektda gap bo'lishi mumkin emas. Xosray bo'lib joy tushyapti lekin zo'r. Shunday yine. Hammasi sizlarning mehnatlaringiz. Xudo xolasa hozir karuch ham kelayotir. Video davomida uni ham ko'rasiz. Karuchlar ham to'kib olamiz endi. Pum şeyga ortib qolibdi, buni ham lekin ishlatiladi. Meni ichida qoldi bu. Xudo xolasa ba'zi loyiha boshqa masalaga ishlatiladi. Shebin menimcha oz qog'oz shebin komodan o'xshaydi. Yetib qoldi. Dashamozroq qopdi. Kerak kudigini hali yana ishlatiladi. Xudo xolasa yomon emas lekin zakoniy. Göz korkak, kol botir degan maqolni evvelden xalqimiz o'ylab topmagan shu haqiqiy haq gap. Hafta burun, 10 gün burun ishur nishkada hozir ish ko'p turibdi. Yana 10 kundan keyin bundan ham katta ish bo'ladi. Bunga albatta birinchi navbatda sababchi Alloh, ikkinchi navbatda ko'rib o'tirgan size ve yordam berib turgan ham size. Yaqinlar, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Shunday yordam berib turganlara uylarında hamisha to'y bo'lsin, inshuyda ham hamisha to'y bo'lsin. Shu kichkina o'g'li Aybekcan tuzalib ketsin, shu uyning egasi. Ayolimiz Aybekcan fondi tuzalib ketsin. Shuning uchun bir duo fatiha qilib qo'llab qo'yasiz, xudo xolasa. Like'larni bossin, yoddan chiqarmanglar. Videolarimiz davom qiladi. Birinchi reys g'isht, ya'ni karuch ham keldi, xudo xolasa. Birinchi reys karuch, ya'ni g'isht keldi ana, xudo xolasa.
Şöyle dökəmiz azı. Azı ballaram gələdi. Baxalaza yine gəpsiz boluş mümkün eməz. Ekranın üstüne bir dənə like-ını basıp izinli abunə olsun, o piləni basıp qoyuşlarını sonra qalamam. Baxalaza videolarımız davam edədir sizə üçün. Yakillah. Baxalaza yine dökülüyatır. Gəp yox. Rəhmət həməgə. İşləp durğan kamasçılaram, işləp getkən ustalaram, yenə işçidən ustalaram. Həməzə ağzı çilikdə oturtdu. Acaba necə dambağa girə döküb bələdiyindi. Bu dambağa çıxışlı ilacı yox biləsə. Bu hətta tonlanın ərsə bu. Yine Uğula yakın yerdən döktürəyatırımız səbəbi Uğula köp kərüş getədə biləsiniz. Uğuladan bas sanadı. Çünki Uğulan dökülədi. Şimdi əvvəl bastan emirləri dökülüb çıxaladı. O demək bilən mənimcə olsa gerek tez arada. Ulan canamam gebek, hastan taklap periyatrına. Yakıra bir verecek lazım bence. Labin dökkenegin batkan tamam gerek de. Bakalım başlayalım. Tabii sıfatlı kerüz ekenliğini gördük bu. Birinci kərüş gitti, ikinci ana gitti kərüşdə. Malades. Ona. Yok. Malades. Zor oldu lekin. Bakalasa kərüş işimizden başlandı indi. Ana.